Assalomu alaykum hammaga. Bu kanal yangi ochildi. Podpiska tashlab, like tashlaysizlar. Bu yerda Dakarlar, Svetli Brahma, yaponlar bo'ladi. Bularning ota-onalari sotilib bo'lgan. Faqat jo'jalar qolgan. Bu jo'jalar ham kichik emas. 5-6 oylik jo'jalar. Hammasini o'zi ko'rsatib video davomida ko'rsatib o'tamiz. Nasibda tuxumga kirgandan keyin biz video qilamiz. Kimga tuxumidan kerak bo'lsa yig'ib beramiz. Bular Svetli Brahma toza. O'zmanda Svetli Brahma va kulangi jo'jalar qolgan. Yapon jo'jalar sotilib bo'lgan. Nasibsa 1-2 hafta ichiga bularni ham keltirib qo'yamiz. Ana shu kattagi tepasiga o'zi kattagini ham ko'rsatib o'taman. Bular Svetli Brahma. Oyoqlarini pati hammasi toza bularni. Tozalikka javob, foiz javob. Tuxumlar 20 mingdan sotilgan. Hozirgi narxi bularni 150 ming. Ana bularni, ana bu ana bo'yni qorasi narxi 180 ming so'm. Bu ham 150 ming. Mana bu yerda bitta bu ham bo'yni qap-qara. Bo'yni qap-qarog'i bularga oddiy Svetli Brahmaga nisbatan qimmatroq ketadi. 180 ming so'm. Tovuqlar bular sotilmaydi, prosta narxi aytilmoqda. 5 ta tovuq bor bu yerda. Ana bu xo'rozchamiz keyin katagida. Qiz qalay sotilaveradi otasi. O'zi 500 oylikdan xo'roz bo'lar. Bitta bir dona qoldi. Sheglar sotilib ketdi. Mayski xo'roz. Mana bu bassinga. Jasadi katta mayslarga nisbatan. Qizi qalay sotilaveradi. Ekrandagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar. 250 ming so'm kam bor. Kelib ko'rib olib ketaverasizlar. Mana odamlardan qo'rqmaylik, kelaveribdi kamera. Qizi qalay sotilaveradi. Oddiy mayskilarga nisbatan jasadi katta. Qizi qalay sotilaveradi 250 ming so'm. Aloqa chiqarasizlar, kelib ko'raverasizlar. 2-3 oydan keyin o'ynaveradi. Nasib endi pixlari chiqyapti, to'g'ri yosh jo'ja bu. Lekin jasadi mayskilarga nisbatan kattaroq. Keyin katagimizda Svetli Brahma va oddiy Brahma. Mana bu maydachasi oddiy tovuq. Bu tovuqlar sotilmaydi, ana maydachasi kurk bo'lgani sotiladi. Qizi qalaga sotilaveradi. O'zi kirganim uchun o'rnidan turdi. Hali yaxshi mas bermagan, endi oddiy tuxum bilan tagga bostirib qo'ysak 3 kun keyin bosaveradi. 80-90 tuxum bemalol bosadi. 85-90% ochaveradi. Qizi qalay sotiladi 150 ming so'm kami bor. Barter ham bo'ladi. Bitta xo'roz, bitta tovuq yaponkaga ham barter qilaveramiz. Bermasa, kim naqd olaman desa 150 ming so'm kami bor. Oddiy yaponkalar emas, shu boshda shapkali yaponkalar bo'ladi-ku, ana shunday yaponkalar. Biz naqd pulga ham olaverasizlar. Ekrandagi raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Bular hammasi sog'lom. Hech qanaqa kana biti yo'q. Tanasidagi tozalik tanasi sifatlari. Endi keyin kattaga o'tamiz, ya'ni Dakarlarga o'tamiz. Ana aziz obunachilar. Bu yerda Dakarlarimiz, ana bu yerda kulimiz, kul xo'rozimiz. Bular ham mayski hammasi, hozirgi xo'rozni tengdoshlari. Otasi bitta bularni. Mana bu sariq, ana sariqcha gigant 5 kilolik makonning bo'lasi. Mana bu Koreya qoramiz. Ana yerda bitta kulni ota-onasi boshqa qolgan hammasini ota-onasi bitta xo'rozdan chiqqan bular. Ota-onalar sotilib ketdi, o'sha 400-500 oylikdan xo'roz bo'llari bor. Kulni otasi ham shu. Bular sotilmaydi, bular prosta video bo'lgan. Makiolar koreyskiy. Nasib bo'lsa bular ham tuxumga kirsa video qilamiz. Kimga tuxumidan kerak bo'lsa qilaveramiz. Ana bu ham ana kulni oldida turgan xo'rozcha. Sham. Nasib bo'lsa bular video qilinadi. Tuxumga kirgandan keyin yana bir video qilindi. Yana bir video bo'lgan tuxumga kirgandan keyin. Nasib bo'lsa tuxumlar kerak bo'lsa yig'ib beramiz. Hammasi toza bo'ladi, xo'rozcha. Kerak bo'lsa aloqa chiqarasiz. Bu
ham xo'rozcha. Karaga qo'ramiz. Hammasi mayiz. Bular tomosha gapiribdi. Ko'rib ham maza qilinglar. Obunachilar kimga agar inkubator xizmatlari kerak bo'lsa, inkubator xizmatlari ham mavjud. Mana bu tok lampochka juda chiqqan lampochka mana. Sana hamma graduslarni o'stiradi. Termometr o'sha temperatura o'lchashi bitta. Ikkita. Mana bu ham bor. Namlikni ham o'lchaydigan apparatimiz. Mana bilan o'chirib beraveramiz. 70 talik inkubator. Chekandagi aloqaga chiqaverasizlar. Dekan tuxumlarini 8000 so'mdan, biramalar 6000 so'mdan, oddiy tovuq tuxumlari 2000 so'mdan o'chirib beraveriladi. Qolgan zotlilar ham dekan narxida o'chirib beraveriladi. Aloqaga chiqaverasizlar. 25 kun ichida jo'jalarni olib ketasizlar. O'sha 8000 masalan dekanga bitsalar, yana 2000 so'm dabavka qo'shiladi. Har bir jo'jang 10000 so'mdan. O'sha 20 kun masalan jo'ja chiqsa, 25 kun 25-kun olib ketsalaringiz, 25-kun olib ketsangiz 5 kunga o'sha tuxum berib qaralishi bilan 2000 so'm qo'shiladi. Bitta jo'ja 1000 so'mga tushadi. Agar tuxum luk bo'lib qolsa, ichidan chiqmasa 5000 so'mdan beriladi tuxumlarga. Aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Makon tozalagan qarang, bunacha chiroyliligi. Nargilar ham kelyapti. Bular hammasi ishonchli toza zotlar. Makon tozalagan qarang, bunachalar. To'nam to'n. Kulni to'nni qarang, xo'roz to'nni qarang. Qayerda ko'rgansizlar? Mana niyavishdi. Makon, saqol. Yo'qdi. Hammasini to'ni toza. Gigant qizi keldi. Mana shu gigant qizi 5 kilolik makon. Bu xo'rozda o'ynaveradi obunachilar. 4,5 kilo, 5 kilo. Hozir ko'rsatgan xo'rozimiz ham sotilayotgan ham o'ynaveradi. Bularni tuxumga kirsak, yana bir alohida video qilamiz. Tuxumlardan yig'ib beraveradi obunachilar. Yig'ib beraveramiz.